Assalomu alaykum. Sizni birinchi modul 2-3 darsda ko'rib turganimdan xursandman. Bu darsda siz bilan search, ya'ni qidiruv funksiyasidan foydalanishni o'rganamiz. Noshunda qidiruv funksiyasi sizga juda katta foyda keltiradi. Sababi Noshunda siz mukammal foydalana boshlagandan so'ng barcha ma'lumotlarni bir joyda saqlash boshlaysiz va ular har xil joyda bo'ladi va ko'pchilik masalan daftarda yoki oldin masalan qog'ozlarda ma'lumotlar saqlanganda bizani eng ko'p energiyamizni va kuchimizni oladigan narsa bu nima? Uni qayerdaligini eslab qolish. U masalan qaysidir bloknotida, qaysidir betida, qaysidir qismida yozilgan bo'lishi kerak. Siz unutib yubormasligingiz kerak. Uni esda saqlab qolish kerak. Chunki biz hamma ma'lumotlarni nima uchun o'rganamiz? Uni kerakligi vaqtda foydalanish uchun yoki uni ma'lumotlarni to'plab kimgadir ulashish, uni boshqa bir ishimizga foydalanish uchun ma'lumotlarni o'rganamiz. Noshunda mana shu ma'lumotlarni to'g'ri qidirish, to'g'ri topish, oson topish va siz uni eslab qolish majburiyatidan yiroqlashish uchun qidiruv funksiyasi juda katta foyda beradi sizga. Demak, qidiruv funksiyasiga va tepadagi mana bu qidiruv ikonkasini va yozuvini bosish orqali kirishimiz mumkin. Undan tashqari MacBookda bo'lsangiz Command P, agar Windowsdan foydalansangiz, adashmasam Ctrl P bo'lishi kerak. Hozir MacBookda Command P deb bosamiz va qidiruv funksiyasi ochiladi. Sizda mana bunaqa ko'rinishda ochilishi mumkin yoki bunaqa ko'rinishda ham ochilishi mumkin. Endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Oddiy qidiruv funksiyasi bundan nima darslik o'tishimiz mumkin, nima o'rganishimiz mumkin desa, buni e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan narsa, keyinchalik siz noshingiz mukammal tarzda foydalana boshlagandan so'ng sizga kerak bo'ladigan funksiyalar bor. Demak, ular qidiruvga sizga qo'shimcha imkoniyatlar beradigan funksiyalar, ya'ni sort. Sort bo'limiga kirsak, bizga ya'ni siz redaktor qachon oxirgi marta o'zgartirish kiritganingizda eng yangisi va eng eskisi bo'yicha qidiruv qilishingiz mumkin yoki biror bir page, biror bir blok ochganingizda uning eng yangisi yoki eng eskisi bo'yicha qidiruv siz nastroyka qilishingiz mumkin. Masalan, biz oldest first qilamiz. Birinchi oldest first qilamiz. Endi title only. Title only degani bu nima? Masalan, biror bir page ochdingiz, uni ichida ko'proq ma'lumotlar kiritdingiz. Masalan, Notion haqida yoki shaxsiy rivojlanish haqida. O'sha Notion haqida page ochdingiz, page'ingizning nomida Notion so'z bor va undan tashqari sizda o'sha page ichida kiritgan ma'lumotlar orasiga ham Notion so'zi bor. Siz Notion so'zini qidiruv mana bu joyga yozsangiz, Notion deb yozsangiz, qayerda Notion bo'lsa sizga chiqib kelishi mumkin. Lekin mana bu joydan title only deb yozib qo'ysangiz, o'sha page'ingizda asosiy sarlavhada yozgan Notion so'zingizni qidirishni boshlaydi. Undan tashqari created by degani kim tomonidan yaratilgan. Ya'ni sizda mana shu Notionga kimlarga dastur bo'lsa, kimlarga membership bo'lsa, o'shalar orqali alohida sortirovka qilib qidiruv imkoniyatini beradi. TeamSpace o'tgan darsda tushuntirganimda, TeamSpace har xil TeamSpace'lar bo'lishi mumkin. TeamSpace'ga 3-4 ta TeamSpace olib, ular TeamSpace'ga kimlarni qo'shishingizga qarab, o'shalar kimlarni qo'shishingizga qarab siz TeamSpace yaratasiz. Bu 3 ta, 4 ta bo'lishi mumkin. Mana shu joyda masalan sizga TeamSpace'lar ko'p bo'lsa, qaysi TeamSpace'dan qidirish kerakligini belgilashingiz mumkin. Bu nima degani? Qaysi page'dan qidirish kerak? Bizga hozir chiqib ketib qoldi. Nimagadir Notion'da bug bo'ldi deb o'ylayman menimcha. Endi qaysi page ichidan qidirishimiz kerakligini bizdan Notion so'rayotgan bo'ladi. Data. Bu datada mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, qaysidir sanani qidirishingiz mumkin yoki qaysidir sanadan qaysidir sanagacha ham bo'lishi mumkin. Today funksiyasi bor, last 7 days degan funksiyasi bor yoki last 30 days. Undan tashqari hop created. Qarang, bu yerda datada ya'ni bunday redaktor qilganingizga qarab va undan tashqari create, ya'ni yaratganingizga qarab uni qidiruv bo'limidan qidirsangiz bo'ladi. Hop, asosiy search bo'limida ko'rib chiqadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Buni aniq o'zingiz o'rganib ko'ring va boshlanish holatda sizda ma'lumotlaringiz kam bo'lsa, qidiruv funksiyasi uncha ko'p yordam bermasligi mumkin, lekin kelajakda aniq bilaman, bu funksiyadan ko'p foydalanasiz va sizga manfaatli bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha.